Bu banan, bu esa Mercedes banan. Bunisi esa chirigan banan. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan banan. Tasavvur qiling, Mercedes bananingiz bor. Faqat mamlaqa eski holatda. Mo'shni mashinangiz bor, lekin u bilan hech kimni qoyil qoldira olmaysiz. Achinarli holat. Degan bo'lardim agar Cargo Clean bo'lmaganida. Egasi ham shuni bilib Tojikistondan erinmasdan kelibdilar. Biz ham mashinaga o'zbekcha mehr berishni boshladik. Polni kuzov polirovkaga muhtoj ekan. Oddiy polirovkada ketmaydigan chiziqlari ko'pligidan 4 xil pasta bilan detalniy polirovka qilishga tushdi. Oldi bamperni kraskasi ko'chgan ekan. Uni polirovka qutqara olmaydi. O'shaning uchun yechib robot yordamida birga bir qilib bo'yab berdik. Agar fara yaltiramasa, butun mashina ham yaltiramaydi. To'g'rimi? Faralarini yechib kompleks restavratsiya qilib berdik va ruliga yangi koja перетяжка qilib berdik. Xullas mashinaga premium ko'rinish qanaqa bo'lishini eslatib qo'ydik. Endi rostdan ham ko'rinishi boshqacha. Kayfiyat. Endi tasavvur qiling, mashinaqa bananingiz bor. Bu yoqda like bosish kerak. Ko'chada yurganda nigohlarni tortadigan mashina bo'ldi. Tojikistonga yetolgunlarigacha kamida 100 ta odam mashinaga qarab qo'ymasa, biz ustamasmiz. Ishimizning uddasidan chiqqan bo'lsa, unda sizdan bitta like. Tojikistonga alohida salom. Siz ham mashinangizni bu ahvoldan bu ahvolga keltirish kerak bo'lsa, qayoqqa kelishni bilasizlar. Cargo Clean. Premium xizmatlar hamma uchun.